Bugungi darsda sizlar bilan speakingda uy sharoitida mustaqil qo'llashingiz mumkin bo'lgan 5 ta uslub haqida gaplashamiz. Ya'ni qaysi uslubdan foydalanib C1 darajasiga chiqishingiz mumkinligini aniq-tiniq amaliy mashqlar bilan ko'rsatib beraman. Bugungi darsda nimalarni ko'rib chiqamiz desanglar, birinchi navbatda speaking o'zi qanday ko'nikmaligini tushunib olamiz. Keyin speakingni C1 ga olib chiqishga yordam beradigan 5 ta uslubni qanday bajarish bilan ko'rsatib beraman va oxirida darsni oxirigacha ko'rgan har bitta o'quvchiga tayyorlab qo'ygan maxsus sovg'am bor. Sizlar uchun uy sharoitida speaking mashq qilishingiz uchun aniq kun tartibini tuzib qo'ydim. Necha daqiqa qaysi mashqdan foydalansangiz C1 ga chiqishingiz mumkinligi bo'yicha aniq checklist tayyorlaganman. Har bitta darsni oxirigacha ko'rgan o'quvchi bu checklistni qo'lga kiritadi. Avvalambor darsimizni eng katta noto'g'ri fikr mifdan boshlasak. Ko'pchilik o'ylaydiki, speakingda yuqori natija olish uchun albatta chet elda ingliz tilida gaplashiladigan davlatda yashab kelish kerak yoki ma'lum bir muddat o'sha muhitda bo'lish kerak deb. Albatta, o'zim ham Amerikada bo'lganman, inglizlar bilan gaplashganman va nufuzli IVLP dasturini yutib, bir oy o'qitish tizimlarini o'rganib kelganman. Lekin haqiqat shundaki, umuman ingliz tilida gapiriladigan chet davlatida bo'lmasdan, Toshkentning o'zida yashab mashq qilib, IELTS speakingda 9 natijasini qo'lga kiritganman. Speakingda mani natijamni qaytarishingiz uchun birinchi navbatda tushunib olishingiz kerakki, speaking bu bilim emas, bu avtomatik jarayon. Miyani tuzilmasi haqida gapiradigan bo'lsak, speakingga sizni grammatika yodlaganingiz, so'zlarni yodlab olgan miyani qismingiz javob bermaydi. Speaking uchun umuman boshqa miyani qismi javobgar. Misol uchun, mashina haydayotganingizda ishlaydigan miya qismi yoki pianino chalayotganingizda, ya'ni o'ylamasdan avtomatik ravishda bajariladigan miya qismi javobgar bo'lar ekan. Bu nima degani? Agar biz speakingni nazorat qilishga harakat qilsak, ya'ni yodlagan grammatikamizni o'ylasak yoki tarjima qilib turib keyin gapirishga harakat qilsak, speaking ko'nikmamiz hech qachon o'smaydi. Demak, o'stirish uchun qaysi mashqlar samarali desanglar, hozir endi sizlar bilan 5 ta uslubni aniq-tiniq ko'rib chiqamiz. Birinchi uslub meni eng yaxshi ko'rganlarimdan va uni nomi retelling deyiladi. Ya'ni o'qiydigan matnni yoki ko'riladigan qandaydir leksiyani qaytadan o'z so'zlaringiz bilan gapirib berish. Bu uslubni mashq qilish uchun darajangizga mos bo'lgan kitobni tanlang. Misol uchun, bularni adapted reading, adapted books deb atashadi. Internetga shunday kirishingiz mumkin yoki Telegram kanalimga kirsangiz havolasini bo'lishib qo'yaman. Misol uchun, adapted books for A1 level desangiz, ya'ni A1 darajasidagilar uchun moslashtirilgan kitob chiqadi. Shunday badiiy yoki psixologik yoki sizni boshqa qiziqtirgan sohadagi kitobingizni tanlab turib, bitta bo'limni o'qib, keyinchalik oynani oldida turib, o'zingizni TED Talkda gapirayotgandek tasavvur qilib, erkin gapirishga harakat qilishingiz mumkin. Aynan shu uslub sizni tabiiy muhitda erkin gapirishga eng yaqinlashtiradigan uslub hisoblanadi. Chunki birinchidan siz o'z so'zlaringiz bilan biladigan ma'lumotingizni ifodalashingiz kerak, ortiqcha o'ylashga vaqt yo'q va siz to'xtamasdan gapirishingizga to'g'ri keladi. Bu mashqni uy sharoitida bajarayotganingizda oynani oldiga turing va o'ylab oling, eng asosiy o'qigan narsalaringizdan olgan insightingiz nima bo'ldi va qaysi sinonimlar, boshqa so'zlar bilan siz xuddi shu fikrni o'zgartirmasdan ifodalashingiz mumkin. Bir necha muddat o'tgandan keyin oynani oldida leksiya o'qiyotgandek o'zingizga bo'lgan ishonch bilan xuddi shu mavzuni xuddi talabaga tushuntirishga harakat qiling. Bu uslub sizga ham o'rganganlaringizni yaxshi eslab qolishga yordam beradi, ham ingliz tilidagi nutqingizni tez va ravon bo'lishiga sababchi bo'ladi. Bu uslub neyrobiologiyada generation effectga sabab bo'ladi. Generation effect bu qachonki siz o'rgangan ma'lumotingizni qayta-qayta o'qimaysiz, balki o'zingiz nimadir ishlab chiqarasiz. Ya'ni siz o'zingiz so'zlarni eslab gapirishingiz kerak, o'zingiz o'rgangan ma'lumotingizni tushuntirishingiz kerak va aynan shu uslub bitta narsani qayta va qayta o'qigandan ko'ra 10 karra samaraliroq ishlaydi. Ingliz tilini o'rganayotganingizda o'zi ikki xil ko'nikma ishlaydi. Bu passiv tushunish, kitob o'qiganingizda, musiqa tinglaganingizda, kino ko'rganingizda siz ma'lumotni olaverasiz va tushunish ko'nikmangiz o'sib boradi. Lekin aktiv ishlatish, ya'ni faol tarzda o'rgangan ma'lumotingizni amalda qo'llash bu umuman boshqa ko'nikma va retelling sizga aynan passivdan aktivga bilimlaringizni o'tkazishga juda ham yordam beradi.
Ikkinchi uslub haqida aniq eshitgansiz, bu shadowing method hisoblanadi. Bu uslubni tarjimasini oladigan bo'lsak, o'zi soya bo'lish degan ma'noni bildiradi. Aynan shu so'zni o'zi bizga mashqni to'g'ri bajarishni tushuntiradi. Buning uchun siz ingliz tilidagi nutqi sizga yoqadigan bloger yoki siz yoqtirgan kino qahramonini olasiz va eng kamida 1 daqiqalik sahnani tanlaysiz. Keyingi qadam o'tirib nutqni yaxshilab eshitib, qayerda pauza qilindi, qayerda ritm o'zgardi, qayerda ovoz toni ko'tarildi-yu tushirildi, hammasini kuzatib, keyinchalik har bitta gapni to'xtatib o'zingiz qaytarishga harakat qilasiz. Misol uchun, Harry, I asked you to do one thing today, one very simple thing. Misol uchun, Harry, I asked you to do one thing today, one very simple thing, to bring me 12 almonds and you brought me 3 degan gapda e'tibor bering. I asked you to do one thing today. Ya'ni siz I asked you to do one thing today deb yodlamaysiz, balki aynan kino qahramonini, ovoz tonini, so'zlarni ulashini hammasini juda diqqat bilan eshitib, har bitta ulangan joyini xuddi o'zidek o'xshatishga harakat qilishingiz kerak. Misol uchun, I asked you to do, e'tibor bering, asked you to do deb juda ham o'zaro bu so'zlar ulanib ketdi va intonatsiyasini ham xuddi o'zidek o'xshatishga harakat qildim. Aynan shu tartibda shadowingni mashq qilish to'g'ri hisoblanadi. Bu uslub ham shunchaki yuzaki ishlamaydi. Yillar davomida eng samarali uslublardan bo'lib kelishining sababi uni neyrobiologik foydasi. Biz xotira haqida gapiradigan bo'lsak, ikki xil turdagi asosiy xotira bor. Bu declarative memory va procedural memory. Demak, declarative memory bu bizni yodlab olgan ma'lumotlarimiz. Biz bu ma'lumotdan foydalanmoqchi bo'lsak, eslash uchun biroz harakat qilishimiz kerak. Ya'ni, o'sha insonning telefon raqami necha edi yoki o'sha kitobda yozgan muallifning oti nima edi, men shuni yodlagan edim deymiz-ku. Mana shu bizda declarative memory. Procedural memory esa bizdan umuman eslashga harakat talab qilmaydigan xotira. Ya'ni siz o'ylamasdan o'sha nutqni qayta va qayta ortiqcha fikrlab, qoidasini yodlamasdan qaytarganingiz uchun sizni miyangizda tayyor pathways paydo bo'ladi. Ya'ni tayyor iboralarni va gaplarni siz yodlab ketganingizni hisobiga grammatikasini o'ylamaysiz, yodlagan so'zingizni tarjimasini o'ylashingiz shart emas va bu sizga avtomatik ravishda ingliz tilida to'g'ri gapirib ketishingizga yordam beradi. Bu mashqni kuniga 1 daqiqadan bajarishni boshlashingiz mumkin. Foydali maxsus saytni Lingobarno Telegram kanalimda yuboraman. U yerda ko'plab shadowing mashqlarni va umuman olganda kinolarga ingliz tilida ovoz berishni mashq qilsangiz bo'ladi. Albatta Telegram kanalimga o'tib oling. Uchinchi method reading out loud, ya'ni ovoz chiqarib ingliz tilida kitob o'qish. O'zi boshqa videolarimda kitob o'qish sizga speaking ko'nikmangizni o'stirishga yordam bermaydi, faqat so'z boyligingiz, tushunishingiz kengayadi, yaxshilanadi deb aytganman. Lekin aynan reading out loud, ya'ni ovoz chiqarib kitob o'qish speaking ko'nikmangizni o'sishiga juda ham yordam beradi. Birinchi navbatda production effect yuzaga keladi. Ya'ni siz ovoz chiqarib kitob o'qiyotganingizda miyangiz birdaniga bir necha kanallarni ishlatadi. Bu ko'z kanali, ko'zingiz bilan kitob o'qiysiz, eshitasiz, o'z ovozingizni va albatta motorika ham ishlaydi. Va shu orqali o'qigan narsalaringizni ovoz chiqarib o'qisangiz, ularni yaxshiroq eslab qolasiz. Lekin aynan speakingga foydasi haqida gaplashadigan bo'lsak, bu yerda bizni mushaklarimiz ishga tushadi. Biz ko'pincha speaking haqida o'ylaganimizda hayolimizga lingvistik baryer keladi. Ya'ni so'zlarni eslab qola olmayman yoki psixologik baryer bor, ya'ni gapirayotganimizda hayajondan nima demoqchiligimiz esimizdan chiqib ketadi. Lekin fiziologik baryer ham speakingga ancha-muncha xalaqit beradi. Ya'ni ba'zi bir tovushlar bor. Misol uchun the, there is, there are bular o'zaro ulanib ketishini ko'p mashq qilib, og'zingizdagi mushaklar bu tovushlarni ishlab chiqishga qatnashishi uchun ham alohida vaqt ketadi. Xuddi arab tilidagi ayn, g'oyn kabi tovushlarni biz o'xshatish uchun ko'plab mashq qilganimizdek, ovoz chiqarib ingliz tilida o'qishingiz ham sizga ingliz tilida farq qiladigan, o'zbek tilida mavjud bo'lmagan tovushlarga tezroq o'rganishingizga va o'sha gapirayotgan vaqtingizdagi fiziologik baryer, ya'ni tilingiz kelishmasligini oldini olishga yordam beradi. To'rtinchi uslub o'zingizni videoga olib qayta ko'rish. Buning uchun maxsus Telegram kanal yaratishingizni ham tavsiya qilaman. Har bitta speaking savollariga javob berayotganingizda eng kamida 30 soniya
o'zingizni chetdan videoga olib, mana shu kanalga joylab boring va qayta ko'rishga odatlaning. Bu aslida eng oson, lekin eng yoqimsiz uslub hisoblanadi. Bu holatda mere exposure effect ishga tushadi. Aslida nima uchun ko'pincha speakingda psixologik baryer paydo bo'ladi? Chunki siz o'z ona tilingizda erkin gapirishga o'rganib ketgansiz. Bu siz uchun tanish, odatiy holat, ammo ingliz tilida gapirish miyangiz uchun yangilik hisoblanadi. Bu xuddi yirtqich hayvon orqangizdan qo'yilib kelayotgandek bir xil ta'sir uyg'otadi. Ya'ni sizda xuddi shunaqa notanishlikka nisbatan xavotir, qo'rquv, ikkilanish paydo bo'ladi va miyangiz ingliz tilidagi ovozingizga ko'nikishi uchun, tezroq shu tajribani o'zi uchun odatiy holatga aylantirishi uchun siz iloji boricha ko'proq o'zingizni chetdan ingliz tilida gapirayotganingizni kuzatishingiz kerak va har doim ovozingizni eshitib, daftaringizga qanday grammatik xatolar qilganingizni, talaffuzingiz qaysi tomonlama hali nativega o'xshamayotganini tahlil qilib borsangiz, bu speakingda eng tez o'sishingizga sabab bo'ladigan bir tomon bo'ladi. Bu speakingda eng tez o'sishingizga yordam beradigan uslub bo'ladi. Bu metakognitsiya deb ataladi, ya'ni o'zingizni chetdan ko'rganingizda xatolaringizni anglashni boshlaysiz va aynan xatolaringizni ko'rish orqali siz keyingi safar ularni to'g'rilab, qayta xato qilmaysiz. Hattoki xalqaro SELTA o'qituvchilik kurslarida bizga o'quvchilarni xatosini to'g'rilashga ruxsat bo'lmasdi. Faqatgina doskaga yozib, qani o'z xatoingizni toping deb o'quvchilarga topshiriq berardik. Agar hali ingliz tili darajam yaxshi emas, qanday qilib o'z xatolarimni tahlil qilaman desangiz, bunda AI analysisdan foydalansangiz bo'ladi. Sizga ChatGPT yoqadimi, Claude AI mi? Shunchaki mikrofonni yoqasiz, ingliz tilida gapirib berasiz va oxirida xatolarimni to'g'rilab, tahlil qilib tushuntirib ber desangiz, sizga to'liq tahliliy javob yuboradi va xatolaringizni ko'zdan kechirib, ularni to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Va 5-chi eng samarali uslubga o'tamiz. Bu ichki monolog uslubi. Birinchi navbatda siz boshqalar bilan ingliz tilida practice qilganingizda har doim ichingizda qo'rquv bo'ladi. Chunki tashqaridagi insonlar bizga baho berishni o'ylaymiz va speakingni nazorat qilishga harakat qilamiz. Bu esa ortiqcha bosim uyg'otadi. Ammo ichki monologlaringizni, ya'ni u yig'ishtirish vaqtida, yolg'iz qolganingizda, yo'lda ketyapsiz, telefonda gaplashyapsiz, farqi yo'q. Faqat va faqat ingliz tilida fikrlashga odatlanadigan bo'lsangiz, siz darhol o'sha tarjima bosqichini, nazorat bosqichini miyangizdan olib tashlab, ingliz tilida fikrlashni boshlaysiz. Aslida ingliz tilida erkin gapiradigan odamlar bilan har doim to'xtab, ikkilanib qoladigan odamlar o'rtasidagi farq, bittasi o'z nutqini umuman nazorat qilmay, shunchaki oqim sifatida qo'yib yuboradi. Ammo bu bosqichga chiqishingiz uchun iloji boricha ko'proq o'zingiz bilan ingliz tilida suhbat qurishingiz kerak. Bu esa B1 va B2 da qotib qolgan o'quvchilarni eng katta muammosidan oldini oladi. Agar siz 3 oydan keyin C1 natijasiga erishishni xohlasangiz va mana shu intermediate plateau bitta joyda qotib qolish holati joningizga tekkan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, chunki sizlar uchun maxsus ishlab chiqilgan kursim haqida ma'lumot beraman. Eslatib o'taman, videoni oxirigacha o'tirgan hammaga speakingda erkin gapirish uchun ishlab chiqqan maxsus kun tartibim checklistini yuboraman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ekranda ko'rib turgan natijalaringiz o'quvchilarimizni yuzlab natijalardan bir tomchigina xolos. Ko'rib turganingizdek, natijalar o'rtasida IELTS 7.5, ko'plab sifr imtihondan C1 natijalar bor. Bu shunchaki tasodif emas, balki bizni ish beradigan tizimimizni natijasi hisoblanadi. O'zim ingliz tilini o'rganishimga 8 yildan oshiq vaqt ketgan va ko'plab ustozlarni almashtirganman, haqiqatan ish beradigan uslublarni bilmaganman, alohida grammatika, alohida speaking o'rganganmiz va bu ko'p vaqtimni egallagan. Agar menga to'g'ri yo'nalish beradigan ustozim bo'lganda, natijaga ancha tezroq chiqqan bo'lardim. 2026-yilda kuzgi imtihonlardan boshlab C1 olishga ulgurishingiz uchun sizga nima kerak bo'ladi? Birinchi navbatda aniq o'rganish tizimi. Chunki alohida har bitta skillni o'stiraman desangiz, ko'p vaqt ketadi va bu butunlay samarasiz bo'ladi. Lekin hammasini birga olib ketish vaqtida to'g'ri tizimdan foydalanish juda ham muhim. Professional ustozlar yordami kerak bo'ladi. Siz writing, listening, speaking va reading ko'nikmalaringiz ustida birdaniga to'g'ri shug'ullanishingiz kerak bo'ladi va keraklicha so'z yodlab, jonli speaking practice qilishingiz kerak bo'ladi. Biz o'quv tizimimizda oddiy uslubga rioya qilamiz. Bu practice and learn uslubi. Ya'ni nima o'rgansak, albatta amaliyotda qo'llab boramiz. Bu uslubni amalda qo'llashingiz uchun sizga bor yo'g'i 3 ta narsa kerak. Birinchidan to'g'ri muhit, professional ustoz va to'g'ri feedback olish.
3 oylik Upgrade English dasturimda biz aynan sizni C1 natijaga olib chiqish uchun har tomonlama sizga yordam beramiz. Endi diqqat bilan tinglang. 3 oy davomida darslarimiz qanday o'tadi? Birinchidan, darslarimiz davomida siz maxsus kitob bo'yicha shug'ullanasiz. Bu kitob ichida 16 ta chapter bor. Endi tasavvur qiling, har bitta kitob bo'limida sizlar bilan grammatika, speaking, listening yoki reading, writing ustida ishlaymiz. 16 ta dars davomida 16 xil mavzuda so'z yodlasangiz, B1 darajadan boshlab C1 darajagacha kerakli bo'ladigan grammatik qoidalarni o'rganib, ularni avtomatlashtirsangiz, bundan tashqari sizda 30 ta ustoz tomonidan jonli darslar o'tkazilsa, kuratorlar tomonidan uyga vazifangiz tekshirilib, aniq feedback berilsa va eng muhimi, General English'ni yaxshilaganingizdan tashqari yana 1,5 oy davomida umumiy kanalda sizga sıfırga tayyorgarlik ko'rishingizga yordam bersak, albatta 3 oyda C1 natijasiga erisha olasiz. Darslar tartibi qanday bo'ladi desangiz, asosiy darslarimizni barchasi men tomonimdan yozib olingan darslar maxsus platformada o'tkaziladi va siz platformada ketma-ketlikda kitob bo'yicha har bitta bo'lim ichidagi darslarni ko'rib, uyga vazifalarni ham platformaga yuklaysiz. Bu ilovada har kuni yangi video dars ko'rishingiz kerak bo'ladi. Uyga vazifalarni ham aynan shu platformaga yuklaysiz. Eng birinchi raqamli o'quvchimizning imtihonini biz to'lab beramiz va sizga top o'quvchilar reytingi ko'rinib turganini hisobiga butun kurs davomida sizda bellashuv hissi juda ham kuchli bo'ladi va kursni oxirigacha yetkazishga motivatsiya yetarli bo'ladi. Darslarimiz ro'yxatini videoni to'xtatib ko'rib olishingiz mumkin. Qisqacha aytib o'tadigan bo'lsam, grammatikada B1 dan C1 gacha qaysi mavzular bo'lsa, har bittasi bo'yicha video darslarimiz bor. Eng muhimi, bu moduldan keyin siz umuman olib aytadigan bo'lsam, bu moduldan so'ng siz 70 xil grammatik mavzuni yaxshi tushunadigan va amalda qo'llaydigan bo'lasiz. Gapirayotganingizda grammatikani avtomatik holatda to'g'ri ishlatishni o'rganasiz. Hamma zamonlarni chalkashtirmasdan qo'llashni o'rganasiz va eng muhimi, insho yozayotganingizda ham o'zingizda ishonch paydo bo'ladi. Vocabulary modulida esa sizlar bilan IELTS TOEFL imtihonlarida uchraydigan eng asosiy ijtimoiy mavzularda so'zlarni yodlaymiz. Ish, ta'lim, sayohat kabi mavzularda. Har birida shunchaki so'zlar emas, balki foydali iboralarni gap ichida, speaking javoblari ichida qo'llanishni ko'rsataman. Reading modulida esa sizlar bilan self-reading imtihondagi har bitta savol turini ko'rib ishlash texnikasini o'rganamiz. Natijada platformadagi qo'shimcha mustaqil bajarishga mo'ljallangan reading practice'larni yechib, siz ham so'z boyligingizni kuchaytirasiz, tushunish darajangizni yaxshilaysiz va albatta TOEFL va IELTS imtihonlariga kerakli bo'ladigan savollarni yechish texnikasini o'rganasiz. Listening modulida ham xuddi shunday. Sizlar bilan kurs davomida diktantlar yozamiz, ularni tahlil qilamiz, yangi so'zlarni yodlaymiz va albatta TOEFL imtihonidagi listening savollari uchun maxsus texnikalarni ko'rib chiqamiz. Natijada listening imtihonida qiynalmasdan testlarni bajarasiz va umuman olganda ingliz tilida eshitib tushunish ko'nikmangiz hozirgidan kamida 50% ga yaxshilanadi. Ustozlarimiz kim bo'ladi desangiz, kamida 4 yillik o'qitish tajribasiga ega, shaxsiy ingliz tili natijasi C1 dan oshiq bo'lgan professional ustozlar jamoasi siz bilan ishlaydi. Kuratorlarimiz nima qiladi desangiz, kichik guruhda sizlar uchun jonli darslarni o'tib berishadi. Kurs davomida 30 ta jonli dars, uyga vazifalaringizni tekshirib, ular bo'yicha sizga feedback berishadi va butun kurs davomida sizni savollaringizga yaqindan javob berib, sizga natijaga erishishingizga yordam beradigan shaxsiy ustozlaringiz bo'ladi. Bundan tashqari, kurs davomida jami 4 ta darsni o'zim jonli tarzda o'tib beraman va kurs tugagandan so'ng yana 1,5 oy davomida TOEFLda C1 natijasini olgan, IELTS 8,5 olgan professional ustozimiz sizga TOEFL imtihoniga tayyorgarlik dasturini o'tib beradilar. Endi diqqat bilan ko'ring. Agar shu videoni oxirida siz dasturimizga ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, siz uchun maxsus sovg'alarimiz bo'ladi. Birinchidan, mehmon spikerlar tomonidan o'tkaziladigan maxsus darslar, Upgrade English kitobimiz. Bu kitobni O'zbekiston bo'ylab o'zimizning hisobimizdan uyingizgacha yetkazib beramiz va aynan shu havola orqali ro'yxatdan o'tadiganlar uchun ingliz tilini 5 karra tezroq o'rganish kursimiz sovg'a tariqasida beriladi. Professional video darslar va mashqlar bu kurs ichiga kiritilgan. Undan tashqari, kursni yakunlaganingizdan so'ng ham 9 oy davomida platformaga kirish, uyga vazifalarni ko'rish huquqi beriladi. Va
aynan shu video orqali ro'yxatdan o'tadiganlarga to'liq speaking kursini bonus sifatida qo'shib beraman. Bu kurs ichida 20 ta video darslik, 20 xil hayotiy holatda gaplasha olishingizga qaratilgan. Va bular hali hammasi emas. Aynan shu video ostida qoldirgan havolam orqali kursga ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizga meni yordamchilarim aloqaga chiqib, kurs haqida to'liq ma'lumot berishadi va aynan siz uchun maxsus bonuslarni taqdim qilishadi. Bu video darsdan so'ng kursga ro'yxatdan o'tadigan har bitta insonga boshqalarga qaraganda eng hamyonbop, eng yaxshi narxda kurs taqdim qilinadi. Shuning uchun aynan shu video ostidagi havoladan foydalaning. Har bir kursga ro'yxatdan o'tadiganlar, sizni tabriklayman. Kelasi 3 oyda sizlar bilan ingliz tilimizni kamida 2 barobarga yaxshilab, barcha kerakli grammatik mavzularni, speakingda erkin gapirishni, so'z yodlashni, listening, reading ustida ishlashni boshlaymiz va ingliz tilida istagan natijangizga erishishingizga shaxsan o'zim sizga yordam beraman. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun tayyorlab qo'ygan bonusim videoni описаниyasidagi havola orqali o'tib olishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Ro'yxatdan o'ting, kursga ariza qoldiring. Ariza qoldirish orqali siz kursda o'qishga majbur emassiz. Shunchaki sizga to'liq ma'lumot berib, kurs bo'yicha sizni qiziqtirgan savollaringizga aniq javob beramiz va eng yaxshi narxda kursga yozila olasiz. Hammaga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha, bye bye.